30 ta ishchi ishsiz qoldi. Mana ko'rib turganingizdek, zavod jimjit. Yangi energetika vaziriga kattakon rahmat. Tasodif qaranglar, bir hafta oldin prezident vazirlarning hammasini yig'dilar. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaymiz dedilar. Ertasiga yangi energetika vaziri qo'yildi. Bu yog'iga biz ham o'yladik, yaxshi bo'ladi. Mana bir hafta ichida har xil chora-tadbirlar olib kelaring, tadbirkorlarni qo'llalaring dedilar. Videoni o'zingizlar ko'ringlar. Bir hafta ichida tizimidagi byurokratiyani qisqartirish, jarima to'lov va yig'imlarni keskin kamaytirish, biznes muhitini yanada yaxshilash bo'yicha takliflarni administratsiyaga kiritsin, o'zim o'qiyman. Har bir taklifni birma-bir o'qib chiqaman. Bir hafta ichida bizga tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga chora-tadbirlar qilib olib kirib berlaring. Biz hammasini o'zim o'qib tekshiraman deb yubordi. Bularga bir hafta ichida, misol uchun hozir undan oldin 100 ta mingtasi bankrot bo'lgan bo'lsa, qolgan 100 ta mingtasini ham yozib kellaring, keyin menga отчет olib kirlaring deb tushunishdi shakl bizani vazirlar. Bilmayman, hozir kecha keldi. Hech qanaqa hey yo be yo, chisla 30-chisla na oy oxiri, na shot faktura, na kelishdi yo gazni mashincha pul to'laysan, bo'lmasa gazingni kesamiz. Hop, menga основание ber bunga, shot faktura berarding, oy 10-gacha to'lardik desa, yo'q, bizga shunaqa tepadan buyruq kelgan. Hozir seni kesaman, yo'masa meni ishdan bo'shatib turadi deb, keyin inspektorga seni ham bola chaqang bor, ertaga ishsiz qolmagin, ketsang kelsa qol, o'chasang o'chira qol dedik. Mayli, endi nima qilamiz? Elga kelgan to'y, yana bitta tadbirkor kamaydi, tabriklaymiz. Bunaqa bosinglar gazni, oxirgacha bosinglar. Umuman O'zbekistonda tadbirkor qolmasin. O'shanda menimcha niyatingizga yetasizlar. Hurmatli hamyurtlar, shu videoni iloji boricha maksimal qo'lingizdan kelgancha podдержка qilib tarqatinglar. Repost deydimi, mening uchun aqlim yetmaydi. Qo'lingizdan kelgancha tarqatinglar, kerakli joylarga yetib borsin.